Men yuragimdan bilaman, Surxondaryoda qilingan duolar farovonlik, tinchlik, osoyishtalik olib keladi, ijobat bo'ladi. Bir paytlari havas qilardik. G'allalarimiz shunday bo'lishiga, tomorqalarimiz yer hosil bo'lishiga havas qilardik. Qisa bo'lar ekan-ku. To'palang suv ombori suvidan foydalanish loyihasidan Termiz va 10 ta tumani ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Surxon ahlining ruhi baquvvat, g'ayrati baland, oriyati mustahkam insonlar yurti deb bilaman. Iqtisodiyot barqaror rivojlansa, baravarida mudofaa shunday rivojlanishi kerak. Surxondaryoliklarni baxtini, saodatini, kamolini, niyatini amalga oshirgan kunlarda sizlar bilan ko'rishish menga nasib qilsin. Maqsadimiz bitta narsa. Shu aytilgan gap amalda bajarishi kerak. Odamlar buni sezishi kerak.